Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xəvərlərini görüşünüzü qarşı alamiz. Tövəndə diqqətinizə xəvərlərimizdən təfsili məzmunları bolsun. Yaqın aylardan bu yan hər qaysı sahədakilərning Beyjing qışlıq olimpik tənhəriket müsabiqəsini boykot qilish chaqirığı gündən-günə küçəyməkdə. Amerika parlamenti 18 may günü Sherqiy Türkistan qırğınçılığı və Beyjing qışlıq olimpik tənhəriket müsabiqəsinin bağlanışı haqqında birləşmə ispat аңlash yig'ini o'tkazgan. Amerika Palatasining raisi Nancy Pelosi Amerikani diplomatik yo'llar orqali Beyjing qishliq olimpik tənhəriket müsabiqəsini boykot qilishga, shundaqla dunyo rahbarlarini qishliq olimpik tənhəriket müsabiqəsini boykot qilishga chaqirdi. Nancy Pelosi ispat аңlash yig'inida dunyo davlat boshliqlarining kelar yili fevral oyida Beyjingda o'tkaziladigan qishliq olimpik tənhəriket müsabiqəsiga qatnaşmasligini, boykot qilishini, buning bo'lsa o'zining va boshqalarning taklif ekanligini bildirib, irqiy qirg'inchilik yuz berganda agar davlat boshliqlari yana Xitoyni ziyorat qilib, bu faoliyatga qatnashishni tanlasa, uning dunyoning har qanday yerida kishilik huquq xotirasini ayblaydigan axloq salohiyati bo'lamdi degan. Lantus kishilik huquq komissiyasining birlashma raisi Demokratlar partiyasining Avam palata a'zosi Jim McQueen olimpikni boykot qilishning tantarbiyani siyosiylashtirmaydiganligini bildirib, irqiy qirg'inchilikni so'zlashning siyosat bilan munosabati yo'qligini, ammo insonlarning izzat hurmati bilan munosabatga ekanligini, Amerika va xalqaro jamiyat hech ish yuz bermagandek muomala qilib bo'lmaydiganligini, tarqalishchan yuqum kasallik sababidan olimpikni 1 yil kechiktiroladigan yerda irqiy qirg'inchilik sababidan olimpikni 1 yil kechiktiroladiganligini yoki olimpik musobaqasini boshqa davlatlarga o'tkazish kerakligini ta'kidlagan. 2020 yildan boshlab xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, parlament a'zolari va nurg'un davlat amaldorlari Beyjingda 2022 yillik qishliq olimpik tənhəriket musobaqasini boykot qilishni talab qilgan. 2021 yil 3 fevral kuni dunyodagi 180 dan ortiq kishilik huquq tashkilotidan tarkib topgan xalqaro ittifoqi birlikda ochiq xat e'lon qilib, har qaysi davlat rahbarlarini Beyjing qishliq olimpik tənhəriket musobaqasini boykot qilishga chaqirgan. 4 mart kuni Amerika, Angliya, Kanada, Yaponiya va boshqa davlatlarda yashaydigan har soha kishilaridan 180 kishining Hong Kongning demokratiyasini qo'llash uchun dunyoviy o'rtaq tashabbus qatnashib, 2022 yillik Beyjing qishliq olimpik tənhəriket musobaqasini boykot qilishga chaqirgan. Yaqin aylarda Amerika, Angliya, Kanada, Gollandiya va boshqa davlat parlamentlarining orqa-orqadan Xitoy Kompartiyasining Sherqiy Türkistonda irqiy qirg'inchilik qilganligini jazmlashtirishi, g'arb davlatlarining Beyjing qishliq olimpik tənhəriket musobaqasini boykot qilishi mumkinligini oshirgan. Amerika taratqullarining xabar qaraganda Xitoy bozoriga moslashish uchun Amerika texnika magnati Alma shirkiti Beyjing yoqtirmaydigan mazmunlarni detaldan chiqarib tashlab, Xitoy Kompartiyasining atalmish torbi xatarlik qonuni bilan hamkorlashib, abotlarning sonliq ma'lumotlarini topshirgan. Hamda Alma shirkitining Xitoy nusxasidagi 50 mingdan ortiq qo'llanilgan programmani avtomatik o'chirgan. New-York vaqt gazetida 17 may kuni Alma shirkitining hozirgi va sobiq xizmatchilarining so'zini naql keltirib, o'tgan 20 yilda Alma shirkitining Yanfoni Xitoy bozoriga tayinib, dunyo qimmat bozorida chempion korxona bo'lib kelganligini, Alma mahsulotlarining hammasi degudek Xitoyda qorashtirilganligini, Xitoy bozoridagi alma savdo kirimining taxminan 1,5 qismini egallaydiganligini, yuzsiz Xitoy Kompartiyasi buning sababli Alma shirkitiga tahdid solganligini, shundaqla Alma shirkitining fuqarolarning erkinligi, shaxsiy maxfiyatligini qo'g'dash obrazidan voz kechganligini, hatto Xitoy bozoriga moslashish uchun Alma shirkiti Alma Kaliforniya loyihaliga mahsulot degan xatdan o'chirib o'tilganligini bildirgan. Doklad qaraganda Alma shirkitining Xitoydagi sonliq ma'lumot markazi amaliyotda hukumat xodimlari tomonidan kontrol qilingan. Alma shirkiti bu sonliq ma'lumot markazida Xitoy abonentlarining shaxsiy uchurlarini ocha oladigan raqamlik ochqichlarni saqlashga hamda Xitoy cheklagandan keyin Alma shirkitining boshqa sonliq ma'lumot markazlarida ishlatiladigan maxfiylashtirish texnikasidan voz kechish qo'shilgan. Alma shirkitining injenerlari va mustaqil sonliq ma'lumot bexatarlik mutaxassislarining bildirishicha, yuqorida bayon qilingan e'tiborlar Alma shirkitining Xitoy Kompartiyasining elektronlik xat, rasm, aloqalash uchurlari, kalendar, faoliyat vaqt jadvali va o'rin sonliq ma'lumotlarni ziyorat qilishini to'sadi ekan. Xalqaro kechirim tashkilotining Sharqiy Osiyo tarmog'ining direktori Nikolas Bekolin Alma shirkitining Xitoy kommunistik hukumatining to'g'rini kontrol qilishiga yordam berdiganligini hamda Xitoy Kompartiyasining butkul tekshirish mashinasining muhim bir qismiga aylanganligini bildirgan. 2018 yili fevral oyining oxirida Alma Amerikada saqlangan Xitoy xaridorlarining sonliq ma'lumotlarini Xitoydagi mulozimatiga yetkazgan bo'lib, hisobotning qulupini ichishdagi maxfiylashtirish ochqichi Xitoyda saqlanib, mulozimati davlat igdorchiligidagi korxona bulutiga topshirilib, Gujuda tijorat mulozimatini qilgan. Shuning bilan Xitoy xaridorlarining barliq uchurlari Xitoy Kompartiyasining kontrolligida bo'lgan. Bu sababdan Alma shirkitining nurg'unlagan oliy darajalik xaridorlari yangi tipdagi yalfularni sotib olishdan voz kechgan. 2018 yilning oxiridan 2019 yilning 5-gacha Alma shirkitining pay bahasi davomli tövallab, 6 yildan buyangi eng tovan chek yetgan bo'lib, Alma shirkiti Xitoy bozoridagi mahsulotlarining bahosini tövallashga majbur bo'lgan. 18 may kuni Xitoyning Shenzhen shahridagi egizdagi 355 metr keladigan belgi xarakterlik saygo binosi noma'lum sabab tufaylidan tavrigan. Eginlikcha az deganda 10 mingdan ortiq kishi binodan qochib chiqqan.
İnternetdə tarqalğan sin ko'rinishda 18 may kuni Xitoyning Shenzhen shahridagi Futian rayoni Huachang shimoliy yo'liga joylashgan Saygo binosi tuyuqsiz silkinib tavrab ketgan. Binoning ustidagi chaqmoq tayoqchisimi ko'rinarlik mindirlagan. Binoning ichidagi kishilar aldirab tenib qochib chiqqan. Saygo binosidagi xodimlar voqea yuz berganda binoning 10 minutdan ortiq tavrganligini bayon qilgan. Yana ba'zi kishilar soat 12 atrofida yenik tavrashga boshlaganligini, ammo tushdan keyin soat 1 dan keyin qattiq shiddat bilan tavrganligini aytgan. Yig'ilishcha Saygo binosi jami 79 qavat bo'lib, yer usti 75 qavat, yer osti 4 qavat ekan. Şenjendagi yer tevrashni kuzatish punkti va meteorologiya tarmoqlarining sonliq ma'lumotlariga qaraganda 18 may kuni Şenjenda yer tevrash yuz bermagan. Voqea yuz berganda shamol sur'ati aran 3 baldan 4 balgacha bo'lib, kuchli shamol darajasiga yetmagan ekan. Mutaxassislar guruhi tekshirish va muzokara qilgandan keyin binoning tevrinishining sababining aniq emasligini, xodimlarning hozircha binoga qaytmasligini tavsiya qilgan. İnsan doim ochiqlanganda osonlan jigar, börekni zaxmlantirib qolmay, yana ishga ajratmaning buzilishini keltirib chiqarib, teri kesilini paydo qilishi mumkin. Ochiqlanishning ko'p uchraydigan ziyinini tushunamiz. Kayfiyatimizni yaxshi tanishib, umidvor ochiq yo'riq turmush pozitsiyasini hozirlaganda ishga ajratmaning tanishkiga foydali bo'lib, xafa bo'lishning badanga bo'lgan ziyindan yiroq turg'il bo'ladi. Birinchi, dog' sepkun paydo qiladi. Xafa bo'lganda keltirib chiqargan ishga ajratma qalaymiqlashib, metabolizm iqtidori zo'r darajada tövallab ketadi. Toksin badan sirtiga chiqamay, terida cho'kmalinib dog' paydo qiladi. Uning ustiga ko'p miqdordagi qon boshqa yig'ilib olib, qondagi oksigen ozlab, toksin jug'lanmasi ko'paydi. Tük xaltisi yollig'ini keltirib chiqarib, yana dog' sepkunni paydo qiladi. Ikkinchi, xolesterinning tangpongsizligi kelib chiqadi. Badandagi kortizol asalla tashqi dunyoning besim bilan qidiqlandi yoki xafa bo'lganda ajrilib chiqish ko'payib, xolesterinning tangpongsizligi holatini keltirib chiqaradi. Ko'pchilik odatda o'zining turmush holatini yaxshi tanishish kerak. Haddidan ziyoda ochiqlanmaslik, odam badanidagi xolesterinning tangpongligining buzilib ketishidan saqlanish kerak. Uchinchi, jigarni zaxmlantiradi. Xafa bo'lganda odam badani katexolamin ajratib chiqaradi. Bu xil modda markaziy nervini g'idiqlab, odam badanidagi qon qantining o'rlab ketishini keltirib chiqaradi. Qon va jigar hujayrasidagi toksin bargan sir ko'payib, badan sirtiga chiqib ketmaydi. Bu xil kasallik alomatlari asosan qonning ravon bo'lmasligi, sapra buzilish, jigar og'rish qatorliqlarni paydo qilib, odam badanining zaharni haydash iqtidoriga ta'sir qilib, yomon sifatlik aylanishni keltirib chiqaradi. Odam badanidagi jigarni qo'g'dash uchun ziyoda ochiqlanish yoki normalsiz kayfiyatdan saqlanish kerak. 4. Yurak iqtidorida kamchilik ko'rildi. Doim tashvishlanib, jiddiylashib, ochiqlanganda simpatik nervining ziyoda hayajonlanishini keltirib chiqarib, zo'r miqdorda adrenalin ajratib chiqaradi va yurakning ziyoda tez so'qishi, qon qantining o'rlab ketish qatorliqlarni paydo qiladi. 5. Ishga ajratmaning qalaymiqlashini paydo qiladi. Agar g'azablanib ochiqlangan ahvol bo'lsa, ishga ajratmaning osonlik qalaymiqlashini keltirib chiqarib, hormon ajratib chiqarishning normalsizligini paydo qiladi va ishki muhitning qalaymiqlashishi, qalqonsimon bezning ajratib chiqarishini qalaymiqlashtirib, qalqonsimon bez kasalining paydo bo'lish xavfini oshirib yetadi. Ayollar agar doim ochiqlansa, hayz davrligiga ta'sir ko'rsatib, ishki ajralmalarning qalaymiqan bo'lishi, hayz boldirib kelish yoki kechikish qatorliq alomatlar ko'riladi. 6. O'pkani zaxmalaydi. Doim ochiqlanganda nafas olish sur'ati tezlab, o'pka ziyoda kengayib, besimni oshirib yetadi. Bu o'pkaning sog'lomligiga foydasiz. O'pkaning zaxmlanishining oldini olish uchun kayfiyatni vaqtida tanishib, o'pka puvakchilarini orom oldirish lozim. 7. Oshqozon yarasi. Ochiqlanganda simpatik nervlar osonlik g'idiqlanib, badandagi har qaysi o'rinlarning ziyoda hayajonlanishini keltirib chiqaradi. Agar g'idiqlanish yurak va qon tomirlar ustida bo'lsa, oshqozon va uchayga qon yetishmasligini keltirib chiqarib, ishtahaning tuvallishi, oshqozon yarasi qatorliqlarni paydo qiladi. 8. Yurak muskuliga oksigen yetishmaydi. Ochiqlanish osonlik qon aylanishining tengishligini buzib yetadi. Zo'r miqdordagi qon cho'ng miyanga yig'ilib olib, yurak qon yetishmaslik va yurak muskuliga oksigen yetishmasligini paydo qiladi. Yuqoridagilar ochiqlanishning ziyonli taraflaridir. Odatda kayfiyatni tanishga ahamiyat berish, ilojning berishcha chechilmaslik yoki ochiqlanishni keltirib chiqaradigan omillardan yiroq turish lozim. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.